Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun Windows'dagi Activate Windows yozuvini crack yoki shubhali, KMS yoki har xil dasturlarsiz tizimga zarar yetkazmagan holda olib tashlashni o'rganamiz. Bu barchaga kerak bu narsa. Buni oddiy usullari bor. Demak, CMDga kiramiz. Yozamiz. Enter. HPK berdi. Nimaga desa, bu administrator orqali kirishimiz kerak menimcha. Demak, komanda straka o'ng tugmani bosishimiz kerak va запуск от имени администратор. Endi yozib ko'ramiz. Enter. Успешно bo'ldi. Endi перезагрузка qilamiz kompyuterni. Tushunarli? Okey. Aktivatsiya turibdi hozircha. Endi перезагрузка qilgandan keyin davom etamiz. Mana kompyuterni перезагрузка qildim. Aktivatsiya Windows yo'q. Tushunarli? Demak, oddiy yo'l bilan aktivatsiyani olib tashlash mumkin ekan. Tushunarli? Barchaga rahmat. Salomat bo'ling. Qanaqadir muammolar bo'lsa, izohlarda yozasiz.